Assalomu alaykum kanalimiz ishqibozlari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi videomiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan bo'ladi. Sotiladigan 6 bosh buqalarimiz bor. Mana shu ikkita qizil. Bu ikkitadan keyin mana 3 tadan keyin mana bitta sementalga gibridimiz bor. 2 dona Galshtein Fris sotiladi. 1 dona jaydari buqamiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana akalar, buqalar sotiladi, o'ta go'zal variantlaridan. Tonna keladigan buqalar. Ekranga sig'mayapti, mashalloh deb yozib qo'yasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, hozir nomerlarni aytib o'taman. Bu kiloga ham sotilaveradimi, doston? Xohlasanglar kiloga, xohlasanglar oyog'iga, xohlasanglar so'yishiga ham tayyor qilib sotsa bo'ladi, olsa bo'ladigan buqalar o'ta go'zal, juda chiroyli yegan narsalar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, sementalimizni gibrid varianti, boqsa ham bo'laveradigan variantidan. O'ta go'zallar. Zvachkasi og'zida boqilayotgan variantlardan. Mashalloh. Sal uzoqroq turmasam, qarang. Mana 1 dona yagona degan buqa. Galshtein Fris. Trivesi taxminan 1 tonna. Ichi yab-yag'da hisob chiqaraverasizlar. Sotiladi. Yelkalari ham o'ta to'lgan, chiroyli variantdagi buqa. Qiziqsa, qiziqadigan darajada. Endi bular pastdan ko'rsatish kerak-ku. Hozir mana taxminan 170 atrofida video syomka qilinyapti. Mana buqalar. Bular kelajak variantlar, boquvdinglar. Greenford buqalar, to'lgan variantlarni. Bular ham sotiladi. Hop. Kimda kim qiziqsa, nomerlarni aytib o'tamiz, aloqaga chiqaverasiz. Doston, men nomerni aytib 91lik nomer. 494 49 47 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga buqa kerak bo'lsa, sanalib 6 ta sotiladi. Buqalar o'ta go'zal. Hojibo, bular necha kilodan yeb tayyor bo'ldi shu vaqtgacha? Yo'q, hozirgi momentda necha kilo? 10 kilo yeyaptimi? Bir kuniga 10 kilodan beri boqyapman. Mashalloh. Buqa hozir men sizlarga mana ko'rsatib o'taman. Buqani hozir aylantirib turganlaringizdek o'ta udar variant. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha aytib o'tilgan nomerlarga aloqaga chiqib qilaverasizlar. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin.